Assalomu alaykum sevgili videolar kuzatuvchilari. Ko'ksulton daraxtimizni obzor qilmoqchimiz. Mana balandligi o'rtacha 7-8 metr. Xo'sh, mevalar mana asosan ichida ko'p. Juda ham ko'p shig'il solgan. Xo'p, ko'ksultonni mana qo'l yetadigan joyigacha mana mevalar ko'p. Bu to'g'ri kesish orqali erishilgan. Ko'p odam ko'ksultonidan shikoyat qiladi. Mevalar faqat uchiga chiqib ketgan, pastda meva yo'q. Yildan yilga bu holat kuchayib boradi deydi. Bu noto'g'ri kesish yoki umuman kesmaslik oqibatida bo'ladi. Tanasi o'rtacha 70-60 cm chiqadi. Tanasi diametri 30-40 santimetrligi ham bundan ham balandda mevasi bo'lganlarni ko'rganmiz. Bu daraxtimiz ham yoshligida juda to'g'ri kesilib, ko'p shoxlatilmagan, lekin undan keyingi ishlar ancha to'g'ri olib borilgan. Mana bunday shox qoldirib kesilgan noto'g'ri. Buni tagidan olib tashlaymiz. Mana bu yerda ham qolgan. Buni ham tagidan olamiz. Mana terayotgan mevalarimiz juda ham suvli. Har xil yiriklari bor. Mana. Buni shu og'izga solib bir tishlasa og'izda yorilib ketadi. Shunchalar suvli, shirali mana. Juda ham shirin, juda katta Xudoning bir ne'mati. Mana tepasiga chiqdik ko'ksultonni. Juda ko'p bizga savol tushsa, daraxt juda ham uzun bo'lib, mevalari uchiga tuyadi deydi. Uni oldini olishda iloji bor, uni davolashda iloji yo'q ba'zida. Mana bu kallaklab kesilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Bundan ko'ryapsiz, mana katta shoxlar, mayda shoxlar chiqqan. Xo'p, bu katta shoxlarda mana mevalar bor, hozir teryapmiz. Endi biz bularni kuzda yana ham tepaga chiqmasligi uchun mana bu katta shoxlarni olamiz mana. Shoxlarni olamiz. O'rtacha pishgan kurtaklari bor, meva beradiganini qoldiramiz, kichirog'ini. Xo'p, ya'ni mana bularni qoldirsak biz juda ham kichkina va rivojlanishi sus bo'lgan, soyada qolgan shoxlar. Bu effekt kam bo'ladi. Bulardan ham bitta ikkita qo'yamiz. Xo'p, biz misol uchun mana buni qo'yishimiz mumkin. Mana shu. Bu birinchidan meva bergan. Bu mevasi kamroq bo'lsa ham yanagi yilga mana bu joylardan to'liq meva beradi va daraxt juda ham tepaga mevasi chiqib ketishini oldini olib borish bo'ladi. Mana bularni olamiz. Tagidan taqab olamiz. Biz kallaklab kesmaganmiz, ya'ni kichikroq bo'lgani uchun mevadan qolmasligimiz uchun mana bu shoxni qo'yib berganmiz. Bu mana ko'rishingiz mumkin. Mana shuni o'zida bir satr meva bor, mana shu ikkovining o'zida. Endi buni xuddi bundan oldingi video lavhada ko'rsatganimizdek kallaklab kesamiz biror joyida. Masalan, shox chiqqan joyidan kessak bo'ladi. Kichikroq bo'lsa, buni ham qo'yib tursak bo'ladi hozircha. Buni mana bu yerdan taqib kesib tashlasak, mana buni yana 1 yil ishlaymiz. Bundan ham kami 3-4 kilo meva olsa bo'ladi yanagi yilga yana. Undan keyin yana kessak bo'ladi, masalan. Mana shu bunday katta ko'ksultonda qo'l yetadigan joylarda bunday ko'p meva bo'lishi mana qiyinroq. Bu mana shu ona shoxlarni pastroqqa qoldirib ishlab kesish orqali bo'ladi. To'g'ri kesish bilan bo'ladi bu narsa. Tepasida ham bor, mana pastlarida ham bor. Shunday shoxlarni qoldirish kerakki, yanagi yilda uni yonidan o'rinbosarlar chiqish kerak. Yoki yosh shoxlarni qoldirib, ular o'rinbosar bo'lib meva beruvchi shoxlarga aylanish uchun qoldiriladi.